Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana o'zining eng tezkor yangiliklari bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bu bugunning o'zida chiqayotgan kanalimizdagi ikkinchi video. Albatta kanaldagi aktivlik hamda mehnat uchun pastga tushib, bir dona like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa dasturimizni boshladim. O'ylashim bo'yicha agar bunaqa ketagan bo'lsa, MMA sporti jar yoqasida. Qo'shni davlat O'zbekistonda MMA shunaqa ekan deb o'ylashadi. Yo'q, bizda o'sha narsalarga chek qo'ygan maqsadida biz o'zimizni ligada haqiqiy professional jangchilarni olib chiqamiz. Haqiqiy sportchilarni nimaga qodirligini ko'rsatamiz. Ularga sharoit yaratib beramiz, tramplin qilib beramiz. Haqiqiy o'shani shou ko'rasizlar. Ana ringda bo'ladi-yu, kinolarni ko'rganmiz-ku. Sola-sol bo'ladi, xuddi shunaqa qonli janglar bo'ladi. Xalqimiz ham tushunsin shu narsani. MMA bu masxarabozdan jang emas, MMA bu shou, sirk emas. Bunaqa kommentariyalar menga tashlashadi, Dimaga tashlashadi, boshqa nima bu deyshadi, qanaqa haqqa rosallar deyshadi. Yaqinda ham yig'ilish bo'lganda hurmatli Otabek Muhaddirlik ham aytdilar menga. "Afsal qara" dedilar. Bolalar nima qilyapti? Kimlarni olib chiqasizlar dedilar. Shu narsalardan ilhomlanib mashligani ochdik. Nima deydim sizlarga? Nima deydim bila? Ahvolni qara, ahvolni qara. Bu qara yalaqqa qo'toq bor sitgan ichida. Ular ayol ummi yo'q. Shalmi, ko'rmi, garangmi, cho'laqmi bu? Bunday qiladi. Bunday qiladi. O'zi bor kurashga kirib, o'zi oyog'imdagini yiqilib, bugun nastrenalar ham ko'tiga tiqib olishdi. Qolaylikka, qora tashlar. Aktagonliga, qo'toq bo'lmasang aktagonliga chiqib, sengacha chiqib olmay. Bu deb qo'rqitgan bilan hech narsa o'zgarmaydi do'stlar. Yana Pop MMA mayli, Pop MMA-da ham bir yaxshi bo'yaslar bo'lsa kerak. Lekin hali Ozarbayjonlik qilib qo'rqib ketib ham qo'rqgandan ham urib qo'ydi. Gold sen o'sha Tailandda kelgan turistlarni urib yurganing yaxshi edi, uka. Mendan kichkinasan. Pamoyim. O'sha Tailanddagi haligi Tailandga dam olganda borganlar ringga chiqib urushib, o'shalarni urib qilib yuruvning, uka, o'sha yaxshi edi. Erkak bolam bilan chiqish ancha bor. Men o'zbekni paddeshi qilaman. O'zbeksan sen. Men seni paddeshi qilaman, lekin senda opit yo'q, uka. Yaxshi Jasur akaga borib yaxshi trenirovka qilsang, Jasur aka zo'r priyomlarni o'rgatadi. Xudo xolisa opit nabiriyat qilib, inshaalloh keyingi bo'ylaringda moshna bo'lib qaytasan. Ha deb belga deb qo'rqitib qilavermasdan uka, yaxshi podgotovka qil. Inshaalloh Xudo xolisa chotki bo'ladi. Dostoyniy bo'lib bo'y ko'rsatasan. Hammasi Allohdan, g'alaba ham, mag'lubiyat ham hammasi Allohdan. Harakat bizdan, g'alaba Allohdan degan joyi bor. Omadingiz bersin uka. Aktagonliga! Nima bo'libdi? Erkak bilan O'zbekistonda maza qilib Aktagonda chartishib joqdimi? Yo qattiqroq chaltiyim yosh boladan yana.